Ne? Amin aytуының сүннәт екеніне шубха жоқ. Бірақ имамның арттағылар аминді айқайлап айтам айтпай мәселесінде арасы талас бар. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның кезінде, Абу Бакр, Усман, Алидің кезінде ешқандай сахих хадис жоқ. Болса келтіріңдер. Қазір осы жерде кітап елемесе да бүкіл арттағылар айқайлап имамның айқайлап айтқанына дәлел жоқ. İza ammala imam fa'aminu deydi Rasulullah. Eğer imam amin dese sendir de aytыңдар деген. İza ammala imam fa'aminu. فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. Kimdir amin deb aytqani, perishtalar amin deb aytqani saqas kelsa, uni o'tgan kunlar kechiriladi degan. Ulkan savob bor ekan alhamdulillah. Biroq imom amin desa aytinglar degan. Imom aminni aytmasa ishdan aytsa sirtdan aytuga dalil yo'q. Bu hadisda Imom Buxoriyning deb keltirgan imom negizida jariyalab sirtdan aytuv kerak deganda, biroq artaqalarga Payg'ambarning kezinde, Abu Bakr, Umar, Usmonning ayyining kezinde bir dalil yo'q, sahih dalil. Zaif dalillar bor. O dalil deb aytilmaydi. Zaif hadisdir o. Sahih hujja bo'ladigan yo'q. Artaqalar ayhaylab amin deb aytganlar. Tek sahabalardan keyin so'nggilarning kezinde amin aytganlar kelgan ayhaylab biroq g'amda shu narsa tushungani talashgan. Aytgan. Payg'ambarning kezinde artdagi sahabalar ish bir ayhaylab qattiq davosh bilan aytganda kelmagan bo'lsa degan. Abu Bakrning kezinde ish qanday kelmagan bo'lsa degan. Umarning kezinde kelmagan bo'lsa, Usmonning kezinde kelmagan bo'lsa degan. Biroq ular keyin o'tib ketgandan keyin qolgan sahabalarning kezinde bir hadis kelgan, sahih hadis artava aytdi degan. Sonda artavalar ayhlab aytama, aytmayma tavas masala bor. Biroq imom aminni aytmadimi? Shayx Usaymin rahimahulloh aytadi. Shayx Usaymin, Muhammad Salih Usaymin Saudiyaning muftisi o'tgan. Deydi, eğer imam davosini shigar amin deb aytmasa, artaqalarni aytmoq kerak degan. O'qinda kitobda. Aytmasa aytmaydi bo'ldi. İşini aytgan bo'lishi mumkin. Siz ishingizni aytavering. Sirtdan ayqaylab aytuga dalil keltiringchi. Aytdim-ku. İmam amin desa amin deb aytinglar. İshdan ayting. İmam sirtdan aytsa siz aytsangiz bo'ladi. Bir aytmaytin bo'lsa, ishingizni aytavering bo'ldi. Onu artaqalar ko'pchilikning ayqaylab aytuga dalil yo'q. Dalil bo'lsa keltiringlar.